Assalomu alaykum. Hurmatli Nur Meyvelar obunachilar, men Xudo xolisa bu vlogimizga kecha bitta videosini qo'ygandik. Bundan oldingi videoda qo'ydik. Hop, razmeri 1.30 ga 2.30 komplektdashi shu taburetkasi bonusga qo'shib bering degan tumbasi bor. Bonusga qo'shib berdik. Xudo xolisa ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujinada. Bu vlogimizda Sharxonga Saroy degan joyga olib keldik. Sharxonliklar bilar ekan, Latoh ko'cha desa ko'pchilik biladi dedi. Olib kelib o'rnatdik. Xudo xolisa choykalar ham o'ta tekis holatda ishlangan, ma'bolishlari ikki tomonli. Bu yog'ini ham qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Xudo xolisa oshxonasida orqasida joy bor ekan, shuni hisobini olgan holatda qo'ydik. Orqalari ham mana o'zining materiali bir xil qilib yopilgan. Oralariga ham kreplerni qatirilgan. Orasi ochilib ketmasligi uchun. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Nur Mebelga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Bu uyg'alog'imizni oshxonasiga o'rnatib berdik. Kuxunni uyg'aloqlari endi kelar ekan, kuxun ishkoplari. Xudo xolisa bemalol 10 ta, 12 ta odam bemalol o'tirib choy ichsa bo'laveradi. Xudo xolisa mehmon kuzatsa ham chiroyli holatda tushdi mana.